Lekin bir kunda 600 litr ichadi mana shu bag'ri. Hammasi ya? Ha. Yo'rang. Keyin yer oxir qildim. Yer oxir juda qulay ekanda. Ha, bu yaxshi-da. Yer oxir mana shu. Ani berini qachon qilib berib tashlash, olib yuradi. Ha. Ishirib qo'yaverasiz. endi hadeb mollarni maqtavermay, ratsioniga ham to'xtalsak, men 35 ta 40 ta ham beraveraman, lekin uyga borib olgandan keyin somon, tert, mert deb bo'lsa, bular bermaydi. 92-95 benzinni qo'yasiz, suradi bular. Sakson, metan, propan umuman ko'tarmaydi bular. Ratsionida hozir mana shu kunlarda mana karmoy beryapman, karmoy lo'ylarga. O'zim dehqonchilik dalada bor, katta-katta. Qovoq beryapman. Qovoq jirnisini ko'tarar ekan. Ha, yog'ini ham. Ha, jirnisi juda baland qo'rar ekan. Keyin Raps shirot beryapman. Semichka shirot, kepe. Hozir tonna jo'xorim bor, aslida ko'p ob'yomli jo'xorim. Hozirgi kunda 40 ming so'm rasxod qilyapman bularga. har bittasi. Har bittasiga. 40 ming so'm. Lekin bularga 70 minglik, 80 minglik yedirsa, 70 litringiz beradi. Ko'proq beradi.